Bizi shunaqa kuchli qurolimiz bor ekan, ishlatishni bilmas ekanmiz. Bu videoni ulashib qo'yavering, yaxshilikni boshqalarga ham ravo ko'rib qo'yavering. Shu instrumentni qanday ishlatish haqida aytib o'tmoqchiman. Onkologik kasallikka chalingan ayol shifokorlar bo'ldi degan joyidan shu qurolini qo'llab vaziyatdan chiqib ketibdi. O'zim shu teshik quloqlarim bilan eshitdim. Mendan duosi ijobat insonni manzilini so'radinglar, lekin ular 90 ga yaqinlashgan. Ko'p urintirib bo'lmaydi, ularning manzilini ayta olmayman-u, ularda bor qurol, bizda ham bor. Uni faqat ishlatishni bilishimiz kerak ekan demoqchiman. Ayol onkologik kasallikka chalinib, shifokorlar tamom, yashaganicha yashaysiz debdi-yu, ayol taslim bo'lmabdi. Uyida ovqatiga puli yo'q, arang yetkazar ekan. Norasidalari ko'z tikib turibdi. Tani og'rib, dard chekyapti. Oldiga suvni qo'yar ekan. Suvi bor ekan xolos uyda. Va ana shu qurolni qo'llar ekan. Qo'lini duoga ochar ekan. Yaratganga yuzlanib quyidagi so'zlarni aytar ekan. Yaratganim, meni ham sen yaratgansan. Shu tanamdagi dardni ham sen yaratgansan. Suv ham seniki, butun olam seniki. Sendan xoli bo'lgan narsa nima bor bu dunyoda? Hatto qalbimizda nima g'imirlayotganini bilasan. Shu dardga bo'l debsan, bo'pti. Sen bo'ldiribsan, tanamda avj oldi. Men bunga isyon qilib qo'limni duoga ochganim yo'q. Men senga aksincha shukr aytmoqchiman. Tanam azoblanib turgan bo'lsa ham seni yaxshi ko'rib shukr aytamanki, shu xastaligim sabab katta kichik bilib bilmay qilgan gunohlarimni yuvayapsan. Ikkinchi foydam, bu musibat dinimda bo'lmabdi. Qalbimga isyon, nafrat, g'azab, alam tushib qolmabdi. Ayuxonoz deb o'tiradigan odam bo'lib qolmabman, shukr. Uchinchisi, bundan og'irrog'i kelishi mumkin edi, bundan og'irrog'i kelmabdi. Shu 3 ta foydani ko'rib turib ham senga isyon qilaymi? Aslo yo'q. Faqat sendan bitta narsani so'rayman. Ko'ryapsan, norasidalarim bor. Uyda ularni oldiga ovqat qo'yadigan odami yo'q. Ularni kelajagiga men mas'ulman-da. Agar umrimni peshonamga bitgan bo'lsang, agar shifo men uchun xayr bo'ladi desang, menga shu suvingni shifo qilib ber, Robbim. Meni bu suvdan boshqa qiladigan choram yo'q, boshqa sabab qila olmayman. 99 muborak ismlaring bor. Ularni aytib seni maqtashga umrim yetmaydi, aqlim ham yetmaydi, so'zu kalomim, zabonimning quvvati yetmaydi. Sen shunday zotsan. Va men mincha narsani so'rayapman. Shu suvni shifo qilib ber deb so'rab suvni ichaveribdi. Bir oyda shifokorning oldiga borsa, sizda nima bo'luvdi o'zi debdi, ko'ryapsizlarmi? Ayuxonnoz.